Assalomu alaykum. Meni ismim Firdavsxon. Men Ahmed va Durdona. Men ismim Munisa. Meni ismim Robiya. Yoshim 16 da. PCP School'da 9-sinf o'quvchisiman. 2 yildan beri o'qib kelaman. Men yoshligimdan beri IT sohasiga qiziqaman va bir kun YouTube'da dadam bilan shu PCP'ning reklamasini ko'rib qoldik. Keyin bu maktab IT sohasiga ixtisoslashtirilganligini bilganimizdan keyin shu maktabga bo'lgan qiziqishimiz ortgan va shu maktabga kelganman. Maktabni reklamasini oyim Instagramda ko'rib qo'yganlar и menga taklif qilganlar. Men o'zi umuman qiziqmasdim IT sohasiga, kompyuterga umuman. Keyin oyim o'qib ko'r, bir hafta, agar yoqmasa boshqasiga o'tkazamiz deyishdi. Keyin men bir hafta o'qidim, darslarni ko'rdim, qiziqligini, nimalar bo'lishini, shundan keyin qiziqishim ortdi ITga va mana shu maktabda qolishga qaror qildim. O'zi bu maktabga biz oyim bilan men qiziqish bildirib kelganmiz. Ko'chada reklamani ko'rib, IT maktabga asoslanganini bilib turib, biz kelganmiz. ITga qiziqishim, to'g'risini aytadigan bo'lsam, где-то 5-6 yoshimdan boshlangan. Uyimizda katta kompyuter bo'lardi. Opamlar, akamlar unda o'yin o'ynashardi, или bo'lmasa odamlar Word, Excel o'xshagan programmada ishlarini qilardilar. Men qiziqib uni kuzatib turardim. Shu sababdan qiziqishim boshlanib ketgan kompyuterga nisbatan. IT sohasiga bo'lgan qiziqishim PCP Schoolga kelgandan keyin ortgan, ancha ortgan. Darslarni ko'rganman, o'qituvchilarni qanchalik yaxshi o'rgatishini. Shundan keyin keyinchalik o'zim xohlaganman ITni o'rganishni dalish. ITga qiziqishim yoshligimdan beri rivojlanib kelgan. Ya'ni adamni sohasi kompyuter bo'yicha bo'lganligi sababli adam menga ham shu o'zing ham katta bo'lsang dasturchi bo'lasan deganlari uchun hozirgacha shu ITga qiziqib kelaman va bu maktabga kelganimdan keyin ITga qiziqishim yanada oshdi. PCP'da menga ko'proq spets fanlar yoqadi. Bularga Java, ya'ni IT fani, matematika va ingliz tili fanlari kiradi. O'zi hamma fanlar yoqadi aslida, lekin asosiy fanlar chuqurlashtirib o'tilishi uchun ularga qiziqishim ko'proq. PCP School'da yoqadigan tarafi, boshqa maktablardan farqli tarafi bu asosiy fanlarni chuqurlashtirib o'tishganligi sababli menga shu asosiy 3 ta fanlar ko'proq yoqadi boshqa fanlarga qaraganda. Men asosan matematika, ingliz tili va IT fanlariga qiziqaman, sababi bu fanda chuqurlashtirib o'tiriladi. Menga ko'proq foydasi tegadi deb o'ylayman hayotda. Biz hammasi bo'lib shu vaqtgacha 2 ta hackathonda qatnashganmiz. Bittasi MIT universitetida bo'lib o'tgan. Hacknovation 2024 hackathonda qatnashganmiz. Bu biz birinchi hackathonimiz edi. Biz komandada o'zi 4 ta qizmiz va biza komandamiz nomi Digital Dream Team. Hacknovation 2024 MIT universitetida bo'lib o'tgan. O'tda juda ko'p jamoalar qatnashgan. Biz bu hackathonda birinchi marta qatnashganimiz tufayli va boshqa universitetga borib, begonalar orasida qatnashganimiz uchun biz juda ham hayajonlanganmiz va birinchi bosqichdan muvaffaqiyatli o'tib, ikkinchi bosqichdan o'ta olmasdan sertifikatni yutib kelganmiz. Ikkinchi marta hackathonga qatnashganimiz bu PCP universitetida bo'lib o'tgan TechFest 2024. O'zi o'rin olamiz deb ham o'ylamadik, chunki universitet orasida bo'lyapti. Biz o'rin olishimiz qanaqadir neveriyatniy narsa deb o'yladik. Lekin rosti rosa hayajon bosgan, rosa o'zimizga uncha ishonmaganmiz, chunki u hackathonda kattalar juda ham ko'p edi va tajribasi ko'p insonlar ko'p deb o'ylagandik. Lekin shunga qaramasdan biz o'sha yerni rabotda chiqilib ikkinchi o'rin olganmiz. Bu narsaga o'zimizni o'tganligi zavjimiz juda xursand bo'ldilar. Qiz bola bo'lishimizga qaramasdan ikkinchi o'rinni olganimizga universitetlar orasida. Biz shu vaqtgacha juda ham ko'p loyihalar yaratganmiz komandamiz bilan. Lekin asosan yaxshi ishlaydigan va serverga joylashtirilganlardan bu 4 ta botimiz
va ikkita loyihamiz uni maktabdan tashqari biz o'zimiz komandamiz bilan qilganmiz. Ya'ni uni hakatonlarga qatnashish uchun основной va o'zimiz uchun loyiha yaratganmiz. Birinchisi TextFixer AI botimizni 3 xil funksiyasi bor. Bittasi tarjima qilib beradi, sinonim va antonimlarni topib beradi va u matnni to'g'rilab beradi, ya'ni tahrirlab beradi. Keyingi bot bizada Air Quality, ya'ni bu bizada IQ Air degan sayt bor, o'shandan API olinib qilingan bot. Bu botda biz polniy o'sha O'zbekiston bo'yicha 12 viloyatdagi havoni namligini va havoni tezligini yoki havoni tozaligini ko'rsa bo'ladi. Uchinchi botimiz bu Movie bot bo'lib, bu kanalda o'ziga biriktirilgan kanali bor. Bu kanalda siz o'zingiz xohlagan kinoni parchasini ko'rib, parchaning tagida kod yozilgan. Shu kodni siz agar biz botimizga tashlasangiz, botimiz sizga tezda kinoni tashlab beradi. Movie botni deploy qilishda ozgina muammolarga duch kelganmiz, chunki u database bilan birga ishlaganligi sababli deploy qilish sal qiyinroq bo'ldi. Buni lekin biz ustoz yordami orqali muvaffaqiyatli bajardik. Keyingisi bizada namoz vaqtlari bot. Siz bu bot orqali Toshkent bo'ylab 5 vaqt namozingizni har bir vaqtini bilib o'tirsangiz bo'ladi. Ko'pincha buvim har doim ko'rib ber, asr qachon kiradi, bomdod qachon kiradi, shularni ko'rib ber derdilar. Biz bu botni qilganimizdan keyin men bu botni buvimga ko'rsatam, buvim juda xursand bo'ldilar bu narsaga. Endi qidirib o'tirmas ekanman, sani bezovta qilmas ekanman dedilar. Bu narsaga o'zim ham qanaqadir xursand bo'ldim shu narsa qilganimizga. Biz ko'pincha proyektlarimizda ko'p muammoga duch kelamiz, ya'ni kod yozish jarayonida emas, ko'pincha test qilayotganda qiyinchiliklarga duch kelamiz, chunki agar xatolik chiqib qolsa, ular cheksiz xatolik bo'lib ketadi va ularni fix qilish, ya'ni to'g'irlash qiyin bo'lib qoladi. Sohamiz backend bo'lganligi uchun unda xatolik aynan qayerdaligi uncha ko'rinmaydi. Shu sababli kerak bo'lsa kunlab vaqtimiz bitta xatolikni qidirishga o'tib ketadi. Biz jamoamiz bilan kelajakda ko'plab ta'lim va ekologiyaga yo'naltirilgan loyihalar qilishni rejalashtirganmiz. Bulardan bittasi Ecobar. Biz buni ekologiya partiyasiga olib chiqqanmiz. Ular ma'qullashgani uchun biz kelajakda bu proyektni davom ettirmoqchimiz. U proyektimiz ichida har xil kategoriyalari bo'ladi. Masalan, ekologiya bo'yicha ta'lim bo'lishi mumkin yoki ekologik muammolarga qanaqa yechim topish shu haqida ma'lumotlar berilgan. Bu platforma ham yoshlarga, ham yosh katta odamlarga ham birdek foydasi tegadi. Biz kelajakda yaratmoqchi bo'lgan loyihalardan biri bu library proyekt. Har bitta o'quv zavidaniyasida o'zini bibliotekasi bo'ladi. U yerda bitta kitobni topolmay desanglar ko'p vaqt ketib qoladi. Shuning uchun bizada onlayn variantida shuni bittada qidirib bor yoki yo'qligini bilib olsangiz bo'ladi. Agar o'sha kitobni olishni xohlasangiz, oldindan zabronировать qilib qo'yasiz. Keyin o'zi vaqti kelganda o'zingiz olib ishlatib, keyin yana joyiga qo'ysangiz bo'ladi. Dasturlashdan tashqari men yana matematikaga qiziqaman va hozirda SAT ga tayyorlanyapman va yaqin kunlarda SAT topshiraman. Dasturlashdan tashqari kino ko'rishga qiziqaman. Movie bot ham mana shu qiziqishim orqali kelib chiqqan. Bir xil vaqtda kinoni inglizchasini ko'rmoqchi bo'lsam, Google'da chiqmaydi masalan. Ko'pincha ular har xil ofitsialniy saytlar chiqadi, u yerda kinoni ko'rib bo'lmaydi. Shu orqali biz Movie botni shunaqa qulayliklar bilan yaratganmiz. Dasturlashdan tashqari kitob o'qishga qiziqaman. Shuning uchun biz qizlar bilan boya aytib o'tib ketganimdek, library systemni o'ylab topganmiz. PTP School menga yoqadigan afzalliklardan biri bu SAT yoki IELTS ga tayyorlanmoqchi bo'lgan o'quvchilarga sharoit yaratib berish va asosiy bo'lgan 3 ta fanlarga ko'proq e'tibor berish. Tutorlarimiz, direktorlarimiz hammasi menga yaxshigina sharoit qilib berishgan. Menga shunisi juda ham yoqadi.